Assalamu alaykum hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Anglayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining mashhur shaxslar programmasi. Men program riyosatchisi Arman Nurjan. Edisonning ismi tilga elinishi bilanla kishilar o'ylanmayla kashfiyotchi deyishadi. To'g'ri. Amerikada tug'ilgan bu dehqon bolasi dunyo yaqinqi zamon tarixidagi ajoyib zot. U kichikidilla tafakkur va qiziqishga boy. Meni ishlatish va ilmiy tajriba ishlashga hirsman edi. U maktabda aran 3 oylik o'qigan bo'lib, 12 yoshidan boshlab poyezdda gezit sotgan, hamda poyezdda ilmiy tajriba olib borgan. U maktabda aran 3 oylik o'qigan bo'lsa-mu, ammo o'zligidan o'rganishni to'xtatib qo'ymagan. U tafakkurga amroq, o'ylashga jur'at qiladigan, shundaqla tanimsiz tabiat dunyosidagi barliq yangi shaylarga qarta hamisha nima uchun deb savol so'rashga qiziqadigan bir bola edi. Edison tadqiqot, kashfiyot xizmatidagi izdinish jarayonida o'zining cheksiz, qat'iy tavranmaslikdek botirona ruhini ifodaladi. Son-sanoqsiz o'ngishsizlik va mag'lubiyat oldida qilchimi ma'yuslanmadi. Har xil top-tana, hatto hujum, ayblashlardimi o'zining dastlabki fikridan zodila qaytmadi. Aksicha qat'iylik bilan yangi tadqiqot shakli va usullarini qo'llanib, bu qo'rg'onni bichit qildi. Radio anglag'uchi do'stlar, biz bugungi son programmamizda kashfiyot shohi Edisonning butkul hayotidagi jaboliq izdinishi va hayotlik ko'rishidagi hikoyalarning davomini sizlarga so'zlab bermoqchi. Yoqtirib anglag'aysizlar. Edison o'ylab tegiga yetkilib bo'lmaydigan ish yo'q. Men tabiatning bundaq pixsig'lik qilib, akkumulyator yasashning maxfiyatligini elib qiladiganligiga ishonmayman. Faqat biz bosh cho'kirib qezib chiqsak, bo'shashmasaqla hamon bir kuni tepib chiqa olamiz deb qaraydi. 1901-yili Edisonning akkumulyator tadqiqoti ajoyib yuksak darajaga ko'tarildi. Tajribaxonadagi vaqtlarda Edison uyiga qaytib tamoq yeyishni doim unutib qoladi. Shuning uchun uning xonimi tamoqni tajribaxonaga olib berishga majbur bo'ladi. Bir qitim ayoli bolka sutlarni ko'tarib tajribaxona ishga oldiga kelishiga tuyuqsiz Edisonning ustalni mushlab, "O'lgur, men sening qo'rsqingdan qo'l solaman" deb varqirganini anglaydi. Uning bu varqirishidan qo'rqib ketgan ayoli sut bilan bolkani tarang'ida yerga tushirib yutdi. Edison sulfat kislotani akkumulyatorning eritmasi qilmaslikni qaror qildi. Undaqda nimani ishiltish kerak? U yuraklik holda kislota doirasidan chiqib, ishqorliq eritma bilan sinov qilishni. Avval qo'g'ishunning o'rniga ishqorliq eritma bilan belgilik ximiyalik reaksiyaga kirishadigan moddani tepib chiqib ishiltishni o'ylaydi. Bunda qaraganda masala intayin oddiydek. Faqat biror ishqorliq eritma bilan ma'lum moddaning ximiyalik reaksiyaga kirishidan tok yiqilib bo'ladiganlik sinab chiqilsa, maqsadga yetkilib bo'ladigandak tuyulsa-mu, ammo ish unda qo'ng'ishliq bo'lmadi. Edison va uning yordamchilari ham 10 necha ximik kunda to'xtamay sinab qilib, bir-birlab xotirladi. Ammo hamisha mag'lub bo'ldi. Bu vaqtda ba'zi xizmatchi xodimlar arasida bo'lib, ular Edisonning tasavvurini obyektiv qonuniyatga xilof, mangu amalga oshmaydigan xomxiyol deb gumonlanishdi. Ba'zilar astartdan 10 necha ming qitim sinov qildik. Bu akkumulyatorni yanada faqat qo'g'ishun bilan sulfat kislotadan yasimisi bo'lmaydiganligi isbotlanib turmamdi deb kusullashdi. Bu gaplar Edisonning quliqiga kirib qoldi. Mushundaq xalqiliq paytda kim bal qo'yiversa, Edison achchiqlanib qoladi. U achchig'ini yutib, tajribaxonadagilarni yig'ib ko'pchilikka mundaq dedi: "Hozir tajribada qiyinchilikqa yo'liqdik. Qiyinchilik degan nima? Qiyinchilik bir lol muhitga o'xshaydi. Sen qancha qo'rqib o'zingni qancha chetga olsang, u seni shuncha talab, shuncha qattiq qavaydi. Agar sen g'ayratingni yig'ib, uniga etilsang, u aksichi beshini egib orqaga qochadi. Hatto qattiqroqmi tinolmaydi. Oxir quyruqini qisib tikib yetadi. Men yoshlik davrimdan hozirgacha tadqiq qilib yasab chiqqan mingdan ortiq kashfiyotning qaysi birini bir qitim yaxshi o'ylab olib,
bir qitimliq sinoqdan muvaffaqiyat qozongan. Dunyoda bunday oddiy ish yo'q. Esinglarda bo'lsin. Men sizlarni chaqirib ishlatayotgan yer tajribaxona. Ishlab chiqarish sexi emas. Agar mag'lubiyatdan qo'rqsak, tajribaxonani nima qilamiz? Tajribaxonaning ma'nosi sonsizlagan mag'lubiyatdan eng oxirgi bir qitimliq muvaffaqiyatni izlab tepishdir. Aytinglarchi, bu to'g'rimi? Ko'pchilik Edisonning bu ta'sirlik, cho'nqur so'zlaridan hayajonlanib ketdi. Ularning orasidagi ilgari bel qo'yayotganlarning yuzlari villada qilib, bo'yinlarigacha qizirib ketdi. Edison xizmatchi xodimlarni kech-kunduzlik 2 smenaga bo'lib, o'zi kechilik smenaga yetakchilik qilib, kuniga 400 xil avrishkining tajribasini tugatishni, shundaqla tafsiliy texnikalik xotira yozishni bekitdi. Kechisi Edison chiroq to'ra butun bir kunlik necha yuz xotiraning sonliq ma'lumotini ko'rib, qizil qalam bilan sizib, bo'yab, ondan sinoqlarga numar qo'yib, bir tutash arxiv qoldi. Garchi hammasi mag'lubiyatning xotiralari bo'lsa-mu, lekin u bularni bebaho go'har deb qaradi. Bir kuni Edisonning konu do'sti Kiros uni yo'qlab kelsa, ishik boquvchi kirgizmagili tasli qoldi. Chunki Edison boshqalarning o'zining xizmatiga daxl qilishiga yo'l qo'ymaganligini aytgan. Kiros ilgari bu yerda necha yil ishlab, hozir Edisonga qarashliq bir shirkatni bevosita boshqarib beryapti. "Qadinas do'stim, qanday ahvolingiz?" dedi Kiros, etilib berib Edisonning qo'lini tutib turib. "Ha, Kiros?" dedi Edison burilib Kirosning qo'lini tutib turib. "Qanday kelib qoldingiz? Sizni yo'qlab kelay deb. Qanday? Yangi tipdagi akkumulyatoringizni qancha qitim sinov qildingiz?" Edison tajriba umumiy xotirasining arxivini ochib, xotiralarini ko'rib, Kirosga bir qarab qo'yib, bugungi sinovlarni hisob qilmaganda, hozirgacha deyishiga yandagi tajribaxonadan olqish sadosi yangradi. "Edison apandi, muvaffaqiyat qozondik. Biz muvaffaqiyat qozondik." Edison hayajonlanib, "Bu nechinchi qitimliq sinov?" deb so'radi. Yordamchilari 10296 qitimliq deb javob berdi. Kiros oldiga yugurib berib, Edisonni ching quchoqlab, "Men bak talaylik ekanman. Oxiri sizning 10296 qitimliq qalbingizga yo'liqibdiman", dedi. 1903-yildan boshlab Edison bu kashfiyotni sanoat ishlab chiqarishida ishlatib, Edison akkumulyator shirkatini rasmiy qurib, 450 dan ortiq ishchisi bor temir nikel mahsuloti, temir nikel akkumulyatori ustida e'lon tashviqoti ilib berib, elektr energiyasini yig'ishning o'tkilidan bo'sib o'tganligini, elektr energiyasi qulay holda suv, quruqlik transporti, yezi egiligi, kundalik turmush, harbiy ishlardagi texnikalik qurol-yarog' qatorliqlarning ehtiyojini qondira oladiganligi, harbiy ishlardagi texnikalik qurol-yarog' qatorliqlarning ehtiyojini qondirdiganligini aytdi. Uning ishqorliq akkumulyatorining eg'irligi qo'g'ishonliq akkumulyator eg'irligining 3dan 1ga to'g'ri keladi. Edison akkumulyatori Amerikada bozorga selinishi bilan bozor tepib, savdosi intayin jonlanib ketdi. Nurg'ulg'an xaridorlar bu yangi mahsulot temir nikel ishqorliq akkumulyatorni talishib setib olishdi. Ammo xaridorlar Edison akkumulyatorini setib olib ishlatgandan keyin ishqorliq akkumulyatorning qisman kamchiliklarini nihoyat tezla payqab oldi. Akkumulyator qachisidan oson suyuqlik eqish, tok yig'ish muqim bo'lmaslik, musbat qutbi ching tegishmaslik qatorliqlar. Shuni bilan gazetda Edison akkumulyatorining pulini qaytarib berib, akkumulyatorni yig'ib olishdak g'alati e'lon paydo bo'ldi. Bu e'lon 1903-yil 11-oyda Amerikaning Munbar gazeti, Quyosh gazeti, Avangardlar gazetiga bir yil vaqtda besildi. Shirkatimiz navbatda ishlab chiqargan Edison akkumulyatorining nurg'unlagan nuqsonlari bo'lg'achqa amaliy ishlatishga mos kelmadi. Mushu xil akkumulyatorni setib olgan xaridorlarimizning molni qaytarib berishni samimiylik bilan talab qilamiz. Shirkatimiz o'z bahosida qaytarib olishni qaror qildi. Sizlardan kechirim so'raymiz. Edison akkumulyator shirkati 1903-yili 11-oyning 12-kuni. Edison akkumulyatorni setib olgan xaridorlar e'lonni ko'rgandan keyin Edisonning bundaq yuksak mas'uliyatchanlik va haqiqatni amaliyotdan izlashdek ilmiy pozitsiyasini nihoyat maqtashib ketdi. 10 necha kunda Edison akkumulyator zavodida qaytarib olingan tumanlagan akkumulyator dovlanib ketdi. Edison ishchilarni boshlab
bir eg'iz so'zmi qilmay, yo'g'on temir bozg'onni o'ynatib, bu akkumulyatorlarning hammasini yanjib yetdi. Ba'zilar xo'rsinib, sarang bo'pti. Edison rostila sarang bo'pti. U pulni qaytirib molni yig'ib olib, hammasini pari-pari qilib, mushundaq ziyon tortadigan ahmoqona savdo qilishni xohlaydi ekan deyishdi. Edison bir parcha maqolasida o'zining layoqatsiz akkumulyatorlarni pari-pari qilib yetishidagi asosini mundaq bayon qiladi. Men o'zim qanoatlanmagan mahsulotlarni yanjib dashqalga aylantirib yetishga roziki, ishlatuvchilarning norozi bo'lishini xohlamayman. Edison akkumulyator ishlab chiqarishni to'xtatdi. Har qaysi joylardagi xaridorlarmi mol setib ololmadi. Detroytdagi bir necha cho'ng zavod bir vakil avatdi. U g'arbiy o'rnish tajribaxonasini izlab tepib, Edisonning akkumulyator bilan ta'minlanishni asliga keltirishini 100 turani iltimos qildi. U vakil, Edison apandi, sizning yuksak mas'uliyatchanlik ruhingizga biz intayin qoyil. Nuqsonsiz, butunlay ko'ngliga yoqadigan akkumulyator bo'lgan bo'lsa, albatta bakli obdan bo'lgan bo'ladi. Biroq hozirgidan qaraganda, siz ta'minlashni to'xtatgan u xili ilgirki qo'g'ishulliq akkumulyatordan ko'p yaxshi. Shunga biz hammamizning mundaq bir jiddiy talabimiz bor. Biz akkumulyatorimizni bozorda tezdan ko'rishni orzu qilamiz dedi. Edison xaridorlarning o'ziga ishonganligiga intayin rahmat aytadiganligini bildirib, yanada samimiylik bilan mening ishlab chiqarishni to'xtatishimdagi sabab bu xil batareyadan o'zim rozi emas. Men hozir zehnimni yig'ib bu mahsulotdagi yetarsizlikni izlayapman. Hamda ta'minlashni asliga keltirishga kelsak, yetarsizlikni qachon bayqay olishimga qarayli, deb javob berdi. Shuningdan boshlab Edison darvozini taqib, tadqiqotchi xodimlarni yetaklab, kech-kunduz so'g'uq demay kuchab ishladi. U tadqiqotchi xodimlarni necha guruhga bo'lib o'tkalga hujum qildi. Bir guruhga akkumulyator qaysi payatlashni, yangilashni tadqiq qilib, suyuqlikning eqish masalasini hal qiladigan bo'ldi. Yana bir guruhga akkumulyator elektr qutbiga ishlatiladigan to'mirni saplashtirishni bir taraf qilishga mas'ul bo'lib, chertishga qarishtirish iqtidorini oshirishni tadqiq qiladigan bo'ldi. Edison o'zi qatnashgan 3-guruhga nikel va nikelning xurujlarini tadqiq qiladigan bo'ldi. U ishni akkumulyatorning butun qurilmasini uzul-kesil yangilashdan boshlab, sonsizlagan tajribalarda yurakli holda kaliy hidroksid eritmasiga o'xshash bo'lmagan nisbat bo'yicha har xil xurujlarni qo'shishni sinov qilib, oxiri kaliy hidroksidga oz miqdorda litiy hidroksidni qo'shsa, ko'ngildagidek unumga erishgili bo'ladiganligini tajriba qilib chiqdi. Tadqiqotchi xodimlar shuning bilan ishlab chiqarishni asliga keltirishni o'ttirg'a qo'ydi. Edison kalendarga qarab edi, uning miyasida o'ylab yetgili bo'lmaydigan yangi bir xiyol keldi. U cho'nqir bir uh tortib, qish o'tib ketgandan keyin bir narsa deyli, dedi. Degandek, ularning yangi akkumulyatori so'g'uq qishda yana o'zining yetarsizligini ko'rsatdi. Elektroliz mahsuloti qattiq so'g'uq muhitda qo'yilib qilib, xizmat iqtidori ancha yaxshi bo'lmadi. Edison bu vaqtda paypitak bo'lib ketmadi. Aksicha burunli o'ylab qo'ygandek, qahrdan so'g'uqda darhol eritmaning ximiyalik tarkibini yaxshilab, mahsulotni tuvan temperaturada ishlashga mos keltirdi. (1911 yili, ya'ni Edison akkumulyatorni yangilash xizmatiga kirishgan 10-yili. U ilgari oxiri 3 qitim zo'r miqdorda o'zgartib tadqiq qilib yasab chiqqan yangi tipdagi ishqarliq akkumulyatorni, Edison atliq akkumulyatorining tipini rasmiy bekitib, oxiri turkumlab ishlab chiqardi. Quduq ostidagi kon ishchilari, texniklarning beshiga taqib olgan, qo'lida ko'tarib olgani mushundaq hajmi kichik, yenik, nuri yaxshi bir akkumulyator chirig'i bo'ldi. Ular o'zlariga ajoyib bir angushtar qo'shilgandek ko'ngli echilib, mamnun bo'lishib ketdi. Uningdan burun ular kalsiy gaz lampasiga tayinib yo'rtatdi. Sesiq puroq, tutak kon quduqining havosini bulg'ib yetdi. Eng qo'rqinchlisi, chiroq yo'ritganda gazning portlash xavfi va yo'shurun o't ofatining xavfi har vaqt bor edi. Endi bundaq akkumulyator chirig'ini ishlatgandan keyin bundaq qo'rqush, tahdidlarning hammasi chiqarib tashlandi. Kan quduqining yo'ritilishi tubdan o'zgarib,
ish ustida yorlanish hodisasi zo'r darajada ozayib, emgak unumdorligi mislsiz darajada yuqori ko'tarildi. Bu ulug' kashfiyotchi Edisonning yana bir tuhfasi. Uning kashf qilguvchisining jafoliq emgaki, yuksak tuhfasini xotirlash uchun keyin umuman ishqorliq eritmada yasalgan har xil tipdagi akkumulyatorlarni kishilar hurmatlab Edison akkumulyatori deb atashdi. Kino bu ism kishilarga nihoyat tunishliq va yiqimli qism. U o'zining alohida badiiy jalb qilish kuchi bilan millionlagan tomoshabinlarni o'ziga tortmoqda. U har bir go'zal, chiroyli ko'rinishlari, rangdor hayvatlik va saltanatlik suratlari, kishining yurak torini titirtadigan naqshillari bilan tomoshabinlarni go'zal badiiy dunyoga aytardi. Hargatchan kinodan ovozliq kinog'icha kishilar uning muhim kashfiyotchisi Thomas Alva Edisonni mangu unutmasligi kerak. 19-asrda manzarasi go'zal Belgiyada Pilato ismli bir yosh professor bo'lib, u optikani tadqiq qilayotganda sirliq taxsa deb nom qo'yilgan asbobni kashf qilib chiqdi. 1832-yili yanimi yangilab sirliq taxsini kashf qildi. Sirliq taxsining alohida unumi ilm-fan sohasida kuchli g'ulg'ula qo'zg'aydi. Ya'ni Pilato bir yumaloq taxsiga uzluksiz harakat qilayotgan bir odamning rasmini chizib, yumaloq taxsining udul tarpiga bir ko'zitish to'shigi echib, yumaloq taxsini aylantirsa, ko'zitish to'shigida heliqi odamning harakatlarini qilayotganligini, o'lik odamning harakatlanayotgan odamga o'zgarganligini bayqaydi. Shuning bilan kinoning kashf qilinishiga asos yaratildi. Pilatoning sirliq taxsidan ilhomlangan Angliya matematiki William George Warner 1834-yili yo'rg'i taxsini ijod qilib, Pilatoning sirliq taxsiga qaraganda ro'shan ilgirlash hosil qildi. Pilatoning tadqiqot natijasidan kishilar cho'qim tortilgan suratni amal qilib sizilgan rasmning o'rniga dastitish kerakligini. Chunki tortilgan suratning odam va tabiatning uzluksiz harakat qilayotganlik ko'rinishini tez ham haqiqiy aks ettirib bera oladiganligini bayqagan. 1878-yili Amerika fotografisti Edward Moblench San Fransiskoda bir qitim surat tortish siniqini elib borgan. U bir chepayotgan otning uzluksiz harakatini tortish uchun 12 fotoapparatni bir tuz siziqqa ratlik tizib, 12 tal inchki ip bilan har bir fotoapparatni kontrol qilgan. Ondan ot har bir fotoapparatning oldidan o'tganda, u bir qitimdan tortib, otning chapqandagi harakatini tortib olgan. Natijada otning chapqandagi uzluksiz harakatidan jami 12 parcha rasmni to'xtatmay aylantirib, otning chapqanligini darvaqa ko'raligan. Buning bilan Edward kinoni suratga olishning ilmiy istiqbolini ko'rsatib bergan. Ammo u kinoni amaliy suratga olish masalasini hal qila olmagan. Chunki uningdek suratga olsa, bir otning 1 kilometr uzunlikka chapqandagi harakatini tortish uchun oz degandimi minglagan, 10 minglagan fotoapparat lozim bo'ladi. Mo'shunchalar ko'p fotoapparat nada bor? Mo'shunchalar ko'p fotoapparat bor degandimi suratni uzluksiz to'g'ri tortish qiyin-da. Edison dal mushu masalaning tuguniga diqqat qildi. 1884-yili 8-oyning 9-kuni bir zo'r baxtsizlik olim Edisonning beshiga keldi. Uning ayoli Mari kezik kesiliga giribtor bo'lib, bu olam bilan xo'shlashdi. Shuningdan boshlab Edison amroq odimidan, ko'yimchan ayolidan, obdan yordamchisidan ayrildi. Doti bilan Thomas so'yimlik onasidan ayrildi. Reallik bularga mana shunday rahimsizlik qildi. Qushdan tutkalgan eg'ir zarba Edisonning ruhiy holatini sustlashtirib qo'ydi. 1871-yili Rojdestvo bayramida 24 yoshli Edison Mari xon qiz bilan to'y qilgandan keyingi 13 yil jarayonida ular ijil o'tishib, qiyinchilikqa uchrasa o'zaro madad berishgan. Eg'ir oila ishlari, farzandlarni tarbiyalash, yana olimning turmushiga atrofli g'amxo'rlik qilishdagi ishlarning hammasini Mari bir odam ustiga olgan. Qanchilgan tinch kechalarda chiroq yo'rtug'liq tajribaxonada Edison bir odam bosh cho'kirib tajriba ishlab xotira qoldirib, ilmiy maqolalarni yozayotganda Mari tamkinlik ham issiq choy bilan yepinchini ko'tirib, tun qorong'usida asta, yeni qadamlar bilan uning tajribaxonasining eshiginin oldiga kelib, yo'ldoshining qalamining xat yozgandagi ovozini yoki tajriba asboblarining bir-biriga tegishgandagi jaranglik ovozini anglaydi.
Axloqliq bu ayol bu vaqtda olimning tajribasining jarayoniga yoki yeziqchilikdagi o'y fikriga daxl yetkazishdan qo'rqib, eshik tubida ovoz chiqarmay turadi. Ammo rahimsiz reallik uningga og'ir zarba berdi. Mari oxiri bir tomuz yoz kunlarining qosh qaraygan vaqtida hoshidan ketgunicha ko'zini ochmadi. Qaytib bir ig'izmi gap qilmadi. U mana shundoq eri va bolalaridan o'ntinsiz ayrildi. U o'zi qizg'in so'yadigan, intiladigan go'zal dunyo bilan mangulik xo'shlashdi. Edisonga qoldirib ketgini faqat bolalarga aytishni o'rgatib qo'ygan heliqi naqsha. Patifondan yiqimliq naqshi ovozi Marining Edisonga qoldirgan mangulik xotirasi chiqmoqda edi. Afsuslanarligi, u vaqtlarda suratga elish texnikasi bak qaloq bo'lg'achqa, Mari o'zining kishini jalb qiladigan go'zal siymasini qoldirolmagan. Shu kuni oqshimi Edison Patifondan Marining yiqimliq naqshini anglab etib, xiyolga cho'kib ketdi. O'ylanish jarayonida ushtum tut uningda bir yangi xiyol paydo bo'ldi. Agar Marining qiyofatini Platoning sirliq taxsidek uzluksiz suratga tortib olgan bo'lsam, marhum ayolimning yiqimliq siymasini ko'ralgan bo'lmabdi. Ajoyib xiyol Edisonning yangi bir kashfiyotni borliqqa keltirishini ilgari surmoqda. Edison darhol yangi bir tema suratga elish apparati ustida tadqiqot, sinab olib berishni qaror qildi. Edison tajribaxonasida suratga elish apparatining yangi loyihasi ustida o'ylanmoqda. Bu kashfiyotning yadrosi odamlar harakatini uzluksiz suratga elishdan iborat qiyin masalani hal qilish edi. Shu vaqtdagi fotosurat texnikasida Amerikalik Paykes selluloidlik yumshoq plyonka kashf qilgan fotosurat texnikasida ishlatishga boshlangan. Orqadan Amerikalik Malik uzluksiz harakat ko'rinishini suratga elishni tadqiq qilayotganda fotoapparatga bir katakchilik taxsi shakllik bir zatvorni sinab qilib o'rnatib, tayoqchini cho'rgilatib ko'rinishlarni tortdi. Bu shubhisizki Edisonning suratga elish apparatini tadqiq qilishida intayin muhim bir ilhomlantirish bo'ldi. Edison Patifonning prinsipidan foydalanib, yurakli holda yangi unumni ko'rsatadigan suratga elish apparatini loyihalab chiqdi. Uning suratga elish apparatining oddiy nazariyasi mundaq. Yo'g'on bir silindrsimon kanaychini bir qavat negativ bilan o'rab, foto apparatining ko'zini Patifonning yengnisidek harakatlanadigan qilishdan iborat edi. Bundaq bo'lganda, yo'g'on silindrsimon kanaychini cho'rgilatganda, foto apparatining ko'zi harakatlanayotgan ko'rinishga to'g'rilanib, uzluksiz harakatning suratini tortib chiqardi. Shuning bilan harakatlanayotgan ko'rinishning surat xotirasi ishlatilib bo'lgan bo'ladi. Harakatlanayotgan suratni asliga qaytarib ko'zitish uchun Edison tavranli shakldagi surat elish uskunasini loyihalab chiqdi. Ya'ni foto apparatining ko'zini ko'zitish ko'ziga o'zgartirib, silindrsimon kanachini tartiblik aylantirganda harakatning suratini bir-birlab asliga qaytarg'ili bo'ladi. Mo'jiza yuz berdi. Kishilar suratga elish apparati orqali harakatlanayotgan odam va narsalarning ko'rinishini muvaffaqiyatli ko'zitib chiqdi. Tajribaxonada boshqa kishilar Edisonning yana bir kashfiyotining muvaffaqiyat qozonganligini tabriklashayotganda, Edison ko'pchilikning hayajonlanmasligini aytib, "Men hozirgi kashfiyotimdan texi ancha rozi emas" dedi. U yordamchisi Diksonga o'zining kino elish apparatini qayta loyihalashga qatnashishini aytdi. U Diksonga surat elish apparatining muvaffaqiyati bizning kino elish apparatini yasab chiqishimizda ishonchimizning, sharoitimizning, iqtidorimizning borligini isbotlaydi. Ammo u bizning eng oxirgi maqsadimiz emas. Men kashf qilgan kino elish apparati cho'qim tövandikidek iqtidorlarni hozirlagan bo'lishi kerak. Birinchidan, uzluksiz avtomatik surat torta olishi kerak. Shunga fotosurat lentasini avtomatik harakatlantiradigan qurilmani cho'qim hal qilish kerak. Ikkinchidan, odam va manzarning harakatini 10 necha parcha yoki necha 10 parcha uzluksiz tortish emas, balki minglagan, tumanlagan parcha torta oladigan bo'lishi kerak. Uchinchidan, lenta fotoapparatning ko'zidagi vaqtda cho'qim midirlamay jim turishi kerak. Bundaq bo'lmaganda tortilgan surat chapaq bo'lib qoladi. Buningdan to'xtamay harakat qilish bilan to'xtab harakat qilish o'ttirisida ziddiyat kelib chiqadi. Bu balkim kino elish apparatini tadqiq qilib yasashdagi eng cho'ng qiyin o'tkal bo'lishi mumkin, deydi.
Dikson chin ko'nglidan Edisonning bu cho'nqur ilmiy tahlili va farziga qoyil bo'lib, hayajonlangan holda Edison apandi, aytqanlaringiz intayin to'g'ri. Biz sizning bu shartingiz bo'yicha kuchni to'plab o'tkalga hujum qilaylik, dedi. Edisonning tajribaxonasida kino ilish apparatini butun kuch bilan tadqiq qilish xizmati boshlanib ketdi. Xo'sh, radio anglag'uvchi do'stlar, vaqt e'tibori bilan bugungi mashhur shaxslar programmasi mushu yerda oxirlashdi. Davomini Atiksan programmamizda anglaysizlar. Ishonimizki, mashhur shaxslar programmasi sizni mashhurlar bilan eng yaqin holatda uchrashtirgusi. Agar bugungi programmamizni vaqtida anglay olmagan bo'lsanglar, stansimizning Uyg'urcha radio tori, ya'ni 3w.uycnr.com to'riga chiqib, tanlab anglasanglar bo'ladi. Mashhur shaxslar programmasi har kuni Beijing vaqti tushdan keyin soat 18 dan 30 minut o'tganda, Urumchi vaqti soat 16 dan 30 minut o'tganda, takror anglatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da, Urumchi vaqti 22 da davomli huzuringlarda bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilora Farux, Abduqiyum Nasir, muharrir Abduvoyid Niyoz, mas'ul muharrir Dildor Muhammad Rahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'opur. Men program riyosatchisi Arman Do'rajon. Xayr anglag'uvchi do'stlar, kelarki sonda ko'rishguncha oltin tininglar omon bo'lsin.